Demonik evolyutsiya birinchi bob. Shu oxiri hamma o'ldi. Va men insoniyatning eng kuchli jangchisi. Men ham o'lmoqdaman. Menda eng kuchli jangchi nomiga loyiq bo'lgan imkon bor edi. 7 samoviy iblislarni o'ldirishga. Xo'sh unda qadimgi podshohlik davrida 8 samoviy iblislar. Biz odamlar iblislarning kuchi qanchalik qudratli ekanligini tushuna olmadik. Hammasi mening aybim. Men eng kuchli nomiga isnod keltirdim. U nima qilmoqchi? U mening jasadimni xor qilmoqchimi? Chunki men uning qo'l ostidagilarni ko'pini o'ldirganman. Bu qorong'ulik. Demak bu o'lim. Yorug'likmi? Bu yana nimasi? Tekslon. Ha? Men qayerdaman? Hozir o'lmaganmidim? Bu tushga o'xshamaydi. Bularning hammasi haqiqiy. Nimalar bo'lmoqda? Bu mening yuzim emas. Mening chiroyli yuzim va kuchli tanam qayerga ketdi? Men kimman va asosiysi qayerdaman? Xalos shahri. Barchangiz tushunishingiz kerak. Jangchi imtihonda ishtirok etish nimani anglatishini. Jangchi degani himoya va umidni anglatadi. Xalos shahri 3-eskadron yetakchisi Jiyao Tang 369-yil qadimiy oliy shohlikning davlati qulashidan so'ng bizning dunyoyimizga apokaliptika kelgan. Ulardan minglab iblislar chiqqan va insoniyatni qirg'in qilishgan. Insoniyat deyarli yo'q qilinib, vahshiylar jangida insoniyat najot topish maqsadida o'lmas iblislarga qarshi kurashish yo'lini topdilar. Ta'mirlash xonasi. Iblislarning ichki yadrolarini olib, ularni inson tanasi bilan qayta ishlash orqali iblis kuchini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishdi. 60 yil oldin bizning eng buyuk va eng kuchli inson askarimiz Ang, barcha janglarning qiroli deb ulug'langan odam, butun dunyo barcha jangchilarni birlashtirdi. Ular tarixdagi eng kuchli iblislar to'lqini deb nomlangan jangda qatnashdilar. Jang bir necha hafta davom etdi va insoniyat zulmatga botdi. Nihoyat insoniyat jangchilari to'lqinni qaytarib iblislarga zarba berishdi va insoniyat 60 yillik tinch farovonlikka erishdi. 60 yil? Men 60 yildan keyin reinkarnatsiya qilindimmi? Lekin son sanoqsiz qahramon jangchilarni yo'qotdik. Hatto insoniyatning eng kuchli jangchisi Ang yuqori darajali 7 qanotli iblislarga qarshi jangda vafot etgan. Shu sababli bu jang insoniyat va iblislar o'rtasidagi kurash edi. Jang insoniyatning qat'iyligi va yangi davrning tong chiqishiga qat'iyligini ifodalaydi. Bu tarixda tong uchun jang deb qayd etildi. Yo'q, bu noto'g'ri. Eng kuchli iblis 7 qanotli iblis emas. Bu 8 qanotli. Men aniq eslay olmayman, lekin ko'rdim. Insoniyat hali ham jinlarning qobiliyatlarini to'liq anglab yetmagan. Ularsiz hozirgacha omon qolmagan bo'lar edik. Ular bo'lmaganda na vatanimiz, na hozirgi hayotimiz bo'lar edi. Jangchilar jamiyatning tayanchi bo'lib, himoya va umidning timsolidirlar. Jangchi bo'lish nimani anglatishini endi tushundinglarmi? Ha, janob. Yo'q, bu noto'g'ri. Qanotli iblislar. Jangchi bo'lish nima ekanligini tushunmaganga o'xshaysan. Sening isming nima? Men Ang ekanligimni aytishim kerakmi? Hech kim 60 yil o'tib bu zaif tanada reinkarnatsiya qilinganimga ishonmaydi. Nega javob bermayapsan? Bu ulug' ism. Sening isming Ang bilan bir xilmi? Senda jangchining ruhi yo'q. Beg'am bir ahmoqsan. Va bu buyuk ismni yerga uryapsan. Bunga qanday hadding sig'di? La'nati, bu tana haqiqatan ham axlat. Shunday oson zarbaga ham reaksiya qila olmaydigan tana bor. Lekin ishongim kelmayapti. Bu tana ham xuddi menga o'xshash ismga ega ekanligiga. Seni kuzatib yuraman kelgusi jangchi imtihonida. Hamma eshiting.
Ha janob, hamma imtihon maydoniga borsin. Hozir sinovni boshlayman. Hoy, ahvoling yaxshimi? Hech bo'lmaganda hali ham tirikman. Isming Ang, to'g'rimi? Yaxshi ism ekan. Men Lan Snow, tanishganimdan xursandman. Lan Snow jangchi imtihoni topshiruvchisi. Demak, sening isming Ang. Sen unchalik ham kuchli ko'rinmayapsan. Senga shu ismni qo'yishganda Ang kabi kuchli bo'lib qolasan deb o'ylashgan bo'lsalar kerak. Situ Liu, imtihon topshiruvchi. Bolakay. U o'yinchilar takabbur. Seni meni ismim bilan nima ishing bor? Sen u kimligini bilmaysanmi? U bizning guruhdagi eng kuchlisi. Situ Liu, tabassumsiz Raksan nomi bilan tanilgan. Shuningdek, Xilo shahridagi eng taniqli jang san'atlari oilasi Situ, oilasining to'ng'ich qizi. Situ, bu nom menga tanishlik. Rahmat. Wow, birodarlarning ko'zni qamashtiradigan namoyishi. Menga e'tibor bermang, davom etaveringlar. Kimsan? Hozirgi rasmga olgan senmiding? Hoy, nima deyotganingni eshitmayapsanmi? Ha, men edim. Salom, men Suju Yuhu. Sizlarni porloq yangi boshlayotgan munosabatlaringiz Xiu talqinida diqqatni tortdi. Qanday ajoyib materiallar. Miyasi bilan urishib qoldimi? Imtihon o'tkaziladigan joy. Tanam zaifdir, lekin o'zim har doimgidek kuchliman. Meni oldinda jangchilar so'zi nimani anglatishini muhokama qildingizlar. Qiziqarli, bu imtihondan yuqori baholarni olib hammani hayron qoldiraman. Sinovning birinchi bosqichi uzoq masofaga yugurish. Boshlansin. Yaxshi, eng yuqori o'rinni egallayman va eng yangi rekordni o'rnataman. U haqiqatan ham rekordni o'rnatdi. Oxirgi o'rin. Uzoq masofaga yugurish sinovida eng ko'p vaqtda kelib, siz rekordni o'rdingiz. La'nati, bu tana juda ham achinarli. Sinovning ikkinchi bosqichi qo'l zarba kuchini aniqlash. Oxirgi o'rin. La'nati, qo'lim og'riyapti. Qo'limni qayirib oldim. Uchinchi bosqich turgan joydan sakrash. Ahmoq. Natijalaringiz e'lon qilinadi. Siz oxirgi o'rinni oldingiz. Siz tarixdagi eng yomon ballarni olgansiz. Bu men ko'rgan eng yomon va eng past daraja. Siz haydalasiz, birodar Ang. Bu ularni oxirgi suratga olishim qanday achinarli. Kapitan Yotan, Ang ismli bolaning natijalarini hisobga olib, uni ikkinchi bosqichga qo'ymaymiz, to'g'rimi? Uning natijalari juda ham yomon. Hozir uni chetlashtirishimiz kerak. U ahmoq maymun uchun hammasi tamom, lekin ikkinchi bosqichga kirish huquqiga ega. Ehtimol bu uning oxirgi baholashidir. Qani ikkinchi bosqichni boshlaymiz. Ha janob. Navbat ikkinchi bosqichga. Iblis yadrosi bilan sinxronizatsiyangizni baholadi. Hamma o'z joyini egallasin. Sinxronizatsiya testi bu mening imkoniyatim. 60 yil o'tdi, lekin men o'rtacha 90% ga erisha olardim. Bu tana umuman mos emas, lekin sinxronizatsiya darajasi insonning irodasi bilan belgilanadi. Men sizlarga eng kuchli jangchi erishishi mumkin bo'lgan sinxronizatsiyani ko'rsataman. Demak, bu 60 yildan keyingi jihozlar. Bu ancha yengillashibdi. 39% sinxronizatsiya. Setilyudan kutilgandek. O'tdingiz. 39% ga yetdimi? Ehtimol bu yil u eng kuchli ko'rsatkichdir. Yoshligida jang san'atlar oilasida tarbiya olganlar haqiqatan ham boshqacha bo'ladi. Situ Liu. Men qiz do'stim bo'lishini xohladim. Ahmoqlar, u bilan gaplashsam edi. Bu yilning eng kuchli o'yinchisidan kutilgandek. Axir Situ jangchilar oilasidan chiqqan. Eshitishimcha u yoshligidanoq mashg'ulotlar bilan chiniqqan. Yo'q, bu iste'dod. Sen faqat mehnat bilan har bir imtihonda eng yuqori ball olaman deb o'ylaysanmi? U haqiqatan ham go'zal, o'ziga yarashgan sochlar. Menga uni sochini erkin yoyib yurgani yoqadi. U ajoyib oiladan chiqqan, u ajoyib va go'zal. Ha, bizlar rostdan ham orqa fonda qolib ketamiz. U erishib bo'lmaydigan yo'l. Yomon emas, Situ. 39% o'rding. Ishonchim komil, bu sensatsiyaga sabab bo'ladi. Ko'proq muxlislarga ega bo'lishim yomon emas, lekin yana ozginroq e'tibor tortganimda yaxshiroq bo'lar edi. Tinchlan Situ, o'zingni tinchlantirishing kerak. Ta'sirli. Bu faqat baholash, lekin u allaqachon 39% sinxronizatsiya darajasiga ega bo'ldi. Rostdan ham u kuchli, to'g'rimi?
U energiyaga to'la. Men uning noyob tanasi ostida yashirin va g'alati katta kuchga ega ekanligini his qilyapman. Men ham uni his qildim. Sen umuman qo'rqmayotgandek ko'rinmoqdasan. Ha, men o'rganib qolganman. O'rganib qolding. Baholash davom etgani sayin iblis yadrosining kuchiga dosh bera olmaganlar og'riqli yuz ifodasini ko'rsatishadi. Yadroni birinchi ishlatganda tanaga yuk tushadi. 13% sinxronizatsiya sen o'tding. Iblis yadrosining ta'siridan oriqqa chiday olmaganlar ba'zilar taslim bo'lishadi. Taslim bo'ldi. Sinxronizatsiya darajasini olish uchun 10% ga yetib borish kerak. Sinxronizatsiya darajasi 24. Albatta, ba'zan kutilmagan ballar ham bor edi. Sinxronizatsiya darajasi 30%, sen o'tding. Bu safar biz ajoyib potensiallarga ega bo'lgan ba'zi yoshlarni topdik. Ha, shunga Situju, Yo'xu ham kiradi. Bu baholashda 30% dan yuqori va sinxronizatsiya darajasiga ega bo'lgan 6 imtihonchi bor. Boshqa esa raqamli shaharlarga nisbatan. Hozirgi bizning yangi jangchilarimiz yaxshi darajalarga ega. Bu yerda past darajalilar ham bor. Eng ismli bola bu tana bilan tanasiga tushgan yukdan qon qayd qiladi. Baholashning birinchi bosqichida o'sha ahmoq har bir testdan eng past ballni oldi. Ha, mayli, kulaveringlar tajribasiz yoshlar. Oxirida bu gaplaringiz uchun afsuslanasizlar. Hammasi mening nazoratim ostida. Rangni tanlayman, ya'ni kuchni. Iblis yadrolari 6 xil guruhdan iborat: qizil, sariq, yashil va ko'k ranglardan. Eng ko'p ishlatilgan yadrolar: qizil kuch, sariq himoya, yashil davolash va ko'k tezlik. Yana pushti rang ham bor. U xayolot kuchini tasvirlaydi. Qora esa eng kamyobi. U vaqt va fazoni ifodalaydi. Qora ranglisini topish juda ham qiyin. Sinxronizatsiyaga kelsak, eng muhim narsa bu iroda. Hammasi irodaga bog'liq. Sen qanchalik bu iblis yadrosiga turib berishing, undan tashqari inson o'z-o'ziga ustidan ustunligi ham belgilaydi. Sinxronizatsiya bajarildi. Tayyormisan? Ha, albatta. Dam olish xonasi. O, qanday kuchli reaksiya. Bu umi. Qaranglar va ko'ringlar, haqiqiy askarning sinxronizatsiya statusini. O, aka, bu talantini yashirib yurganmidi? Sinxronizatsiya darajasi hali ham ko'tarilyapti. Bir zanda 40% ga yetdi. Nima 40%? Men o'z davrimda 96% ni ko'rsatgan edim. Yana hali bu kam. Hali ham o'smoqda. Bu bo'lishi mumkin emas. Yo'q, 45%, 50%, 60%. Nima? Qanaqasiga? Nimalar bo'lyapti? Qanday qilib uning chastotasi juda yuqori bo'lishi mumkin? Yana ko'tarilyapti. 65, 70, 80%. Nima? U aldayapti, shunday emasmi? Bu qalqonda aniq bir gap bor. Men bir marta hamma tomonidan tan olingan qirol Ang edim. Nimaligini bilmayman. Bu qizil tosh tufaylimi yoki mening tanam kuchsizligimi? Nima bo'lganda ham mening auram bularning hammasini hal qila oladi. Bu men va senlarning o'rtamizdagi farq, ahmoqlar. Nimadir? Hozir nimadir o'zgardi. Nimalar bo'lyapti? Mening kuchim xuddi yo'q bo'lib ketganday. Men bu tanaga boshqa chiday olmayman. Yordam. Nimalar qilyapsan Avsar? Sen rostdan ham qalqonni ishdan chiqarganga o'xshaysan. Sinxron chastota birdan 10% ga tushib ketdi. Kapitan, biz aniqladikki bu qizil yadro o'z joyida emas. Aytmoqchimanki, u aniq joylashtirilmagan edi va shunga turli xil raqamlarni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Uning qalqoni o'z joyidami? Nima bo'lganda ham chastota 10% to'xtadi, shundaymi? Ha, u deyarli tezdan o'tdi. Bu g'ayat tabiiy iblis yadrosi tufayli sodir bo'ldi. Hammasi yaxshi. Ozroq dam olsang o'tib ketadi. Senda imkon bor edi, lekin bu tanaga qara. Bu tana bilan nimaga ham erisha olishing mumkin. O'sha chastota bu shahardagi eng rangli kapitanlar bilan teng edi. Va o'ylab qoldim, sen qoyil maqomsan. Xo'y, aka, ahvoling yaxshimi?
bo'lishi mumkin emas. Hatto o'yladimki, bu shaharda mendan ham zo'ri bor deb. Men uni kechirmayman, aslo kechirmayman. Hammasi meni xatoyim. Nega men bu ahmoqlar bilan talashmoqchi bo'ldim? Lekin imtihondan o'tganimga xursandman. Zo'r. Dam olish xonasi. Hozir nima sodir bo'ldi? Xuddi yuragim tubidan bir narsa hamma kuchimni shimib olgandek. Men avval bunday holga tushmaganman. Ishonchim komil edi. Eng kamida 80% statani ko'rsata olishimga. Hatto bu iblisning past darajadagi yadrosi bo'lsa ham, bunday bo'lishi kerak emas edi. Hammaning diqqatiga. Eshitamiz janob. Janob, buyrug'ingiz bosh ustiga. Hammani tabriklayman so'nggi bosqichga yetib kelganingiz bilan. Endi asosiy testga navbatni beramiz. O'z ko'zingiz bilan haqiqiy iblisni ko'rasizlar. Umid qilamanki, bu testdan hamma o'tishini. Bir qator bo'lib tasiling va keyingi imtihonga olg'a. Bu ketishda men aniq o'laman. Sen haqingda juda ham qattiq qiziqayapman. Keyingi evolyutsiya zich tuman orqasidagi devor tashqarisida ov bo'ladi. Ko'ramiz, endi yana nimalar qila olar ekansan. Darvozani ochinglar. Xudoyim, shahardan tashqariga birinchi marta chiqishim. Oltmish yil o'tib ham hamma izolyatsiyalangan shaharlarda yashaydi. Shahar tashqarisi esa har doim tuman bilan qoplangan. Mangillashni to'xtatib, shaharni tark etinglar. Yaxshisi vaqtlaringni uskunalarni tekshirishga sarflaganlaring yaxshi. Yoki nima bo'lganini bilmay o'lib ketasanlar. Ular menga yangi yadro berishdi. Lekin muammo yadroda emas deb o'ylayman. O'sha paytda kuchim bir zumda tarqalib ketdi. Go'yo tanamda nimadir uni rad etganday. Nimalar bo'lyapti? Men tushuna olmayapman. Bu transmigratsiyaning yon ta'sirimi? Bo'lishi mumkin emas. Mendan kuchliroq iblis bormi? Bu nima edi? Ko'rganlarimning hammasi iblislar edimi? Yuragim joydan chiqib ketgandek his qildim. Kechirasiz? Birodar, nima bo'ldi? Ordaga to'rttalang bir guruh bo'lasizlar. Qolganlar allaqachon tayyor. Shoshiling, bu yerga kelinglar. Yaxshi. Bu guruh tuzish strategiyangizmidi? Yo'q, bu shunchaki. Guruhni ortga tortma. Juda qo'rqandim, hech kim bilan guruh tuzolmay qolishdan. Qani ketdik, birodar, qo'limizdan kelganini qilamiz. Jamoa tuzildi. Tarqatuvchi Stella, toj aralashmasidan yasalgan qora Stella. Tojdagi moddalar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, tumanni tarqatishga qodir. Sizlar 4 kishilik guruhda 3-bosqichda qatnashasizlar. Ishonamanki, barchangiz bu imtihonni nima qilish kerak ekanligini yaxshi bilasizlar. Bu devordan tashqaridagi sinov. Har bir jamoaga beriladi jangovar xanjarlar, shuningdek, mini tumanni tarqatuvchi moslamalar. Bu tumanni tarqatuvchi Stella bilan bir xil materiallardan olingan. Sizning vazifangiz juda ham oson. Tumanga kiring, chiroqlar bilan belgilangan joyga boring. Tumanni tarqatish uchun qurilmani joylashtiring va yo'ldagi iblislarni o'ldiring. Shaxsiy kuchingiz va guruhdagi hamkorligingiz bu imtihondan o'tish yoki o'tmasligingizni belgilaydi. Hammangizga omad. Devordan tashqaridagi imtihon bu yangi boshlanuvchilar uchun dahshatli imtihon. Tuman bilan qoplangan bu dunyoda jangchilar tumanda yashiringan dushmanlar bilan yuzma-yuz kurashishlari kerak. Yaxshi jangchi bo'lish uchun jismoniy harakat va mohirlik yetarli emas. Kuchli ruhiyat, tumandan qo'rqmaslik, noma'lum dushmanlar paydo bo'lganda jamoa bilan ishlash. Siz qo'rquvingizni yenga olishingiz eng muhim narsadir. Hududni yaxshilab o'rganing, oldingizdan chiqqan iblislarni o'ldiring. Va birinchi iblisingizni o'ldirishingiz bilanoq jangchi nomini qo'lga kiriting. Baholash tamom, keyingi jamoa tayyorlaning. Bu guruhda ajoyib yangi jangchilar bor. Lekin men e'tiborimni men qiziqayotgan Situ oilasidan, Situ Liu.
Halo shahrining 2-bo'linma boshlig'i Dada Jelly. Nima deysiz yigitlar? Halo shahri 1-bo'linma boshlig'i Joel. Ha, agar u Sito oilasidan chiqqan bo'lsa, u buyuk jangchiga aylanishi mumkin. Boshqasi ham bor, diqqatni tortadigan. Angisimli bolakay. Men uni tekshiryapman. O'sha yadro hech narsa xato bo'lmagan edi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Nima haqida o'ylayapsan, Tang-Tang? Meni unda chaqirma. Jelly oldingidek seni qiziqtirib qo'ygan yagona odam bu Tang-Tang. Sen uchun ham holda shunday. Iblislarning darajalari aniqlanganmi? Sinov maydonida kuchsiz iblislar borligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Ha, xavotir olma. Ishtirokchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun oxirgi bir necha kun davomida tekshirdik. Halo shahri atrofida qanotli iblislar aniqlanmadi. Agar to'g'ridan paydo bo'lsa-chi? Biz yo'l jangchilarini himoya qilish uchun jonimizni beramiz. Joriy guruhlarni baholash yakunlandi. Joy aniqlandi. Keyingi guruh tayyorlaning. Keyingi guruh bu Situlyu guruhi. Angisimli bola ham o'sha yerda. Bizning navbatimiz keldi. Nima? Ortimdan hamma mening rivojlanish tezligimni ko'rib qo'yinglar. Sen nega bunchalar e'tiborni yoqtirasan? Unga ergashamiz. Unda yashil yadro bor, lekin ko'k rangdagi yadro spor odamlardan kam emas. Axir u jangchi oilasidan chiqqan. Sinov, oldinga. Tushundim. Yomon emas, ular allaqachon yadro quvvatidan foydalanishni o'rganib olishibdi. Ularni birma-bir o'ldiring. Liu Tomoe. Okey. Aytishing shart deb o'ylaysanmi? Xudoyim. Ularning jamoaviy ishi a'lo darajada. Ayniqsa o'sha qiz ko'k yadroli juda yaxshi harakatlanyapti. Nimaga qarayapsan? Bom. Birinchi uchta muhim joyga zarba beraman. Bo'yin, mushak va so'ngida orqa qorin. Bu zaif tana bir martalik cheklangan quvvatni keltirib chiqarishi mumkin. Men bu imkoniyatni faqat jangda sinab ko'raman. Men yetarlicha tez javob qaytardim. Mening tana muvofiqlashishi ham yomon. Menda yetarlicha kuch yo'q. Go'yo birodar Ang o'z raqiblari bilan o'ynayotgandek. Hammasini yozib olyapman. U hammaning e'tiborida ataylab qilyaptimi? Bu bola o'zi kim? U juda hayratlanarli. Ustiga ustak bizdagi harakatlanyapti. Demak, bu tana bilan oldingi hayotimdagi biror bir usuldan foydalana olmayman. Yengil bir necha harakat qilsam ham nafasim qisyapti. Bu juda ham yomon. Tugatish vaqti keldi. Ya'ni seni o'ldirish vaqti keldi. Bizni daraxt ildizlari o'rab oldi. Nima bu? Bir qanotli iblis, shaharga qayting. Qoch, bu bir qanotli iblis.
Vahima qilmang, bo'linma boshlig'i Yeotang sizni xavfsizligingizni saqlaydi. U sizlarni shahargacha kuzatib qo'yadi. Odam. Lekin iblis aurasini sezdim. Insonda iblis aurasi bormi? U nimalar deyapti? Lekin qaysi biri? Bu bir qanotli iblismi? U oddiy iblislarga nisbatan juda kuchli. Qimirlasam, ko'z ochib yumguncha o'ldiradi degan fikr o'tyapti. Lekin tanamni qimirlata olmayapman. Bu tana bilan bir qanotli iblisga qarshi tura olmayman. Bu mening birinchi mashg'ulotim. Oddiy jangchilar bir qanotli iblisga duch kelganda his qiladigan bo'lsam. To'rtta. Ularni hammasini olaman. Ularga tegma! Hayır. To'rtadan tuxum topshiruvchilarni olib ketdimi? Ularni qaytar! Izlar shu yerda to'xtagan. Tang bu yerni bir necha kundan beri tekshirgan bo'lsa ham, qanday qilib bu yerda iblislar paydo bo'ldi? U bunday narsalarga ehtiyotkor edi. Oldinlari hech qachon bunday voqea sodir bo'lmagan. Joel, bolalar qayerda? Nega to'xtadingiz? Ularni ta'qib qilishimiz kerak. Tang, tinchlan. Izlar shu yerda tugadi. Ko'rinib turibdiki, bir qanotli iblis bu yerga yer ostidan kelgan. Bu hudud xaritada yo'q. U yerga hozir borish ahmoqlik. Aka, La'nati haromlar. Hammasi mening aybim. Yaxshilab tekshirishim kerak edi. Meni deb bo'ldi. Biz hozir qaytishimiz kerak. Shahardagi odamlar sarosimaga tushgan. Uchalamiz shahardan uzoqlasha olmaymiz. Hududni tekshirish uchun qidiruv guruhini yuboramiz. Bir qanotli iblis va boshqalarni. Tang o'sha to'rtalasi uchun bunday ahvolga tushadi deb o'ylamagan edim. Xo'y, tinchlanishing kerak. Hozir o'zingni aybdor deb o'ylayapsan, lekin Ikkingiz ortga qayting. Mendan xavotir olmang. Yana biroz qidirmoqchiman. Hoy, Tang, jiddiy aytyapsanmi? yaxshi, kun botishdan oldin qaytishingiz kerak, bo'ladimi? Ha, nima qilishni o'zim bilaman. O'zing ham bilasan, uni bu fikrdan qaytara olmaymiz. Ha, bilaman. O'tmishda uning ukasini iblis olib ketgandan beri o'zini aybdor deb biladi. Uning ukasi tirik bo'lganda o'sha bolalar bilan tengdosh bo'lar edi. Menimcha u o'sha bolalarni o'z ukasi sifatida ko'rgan. Qayerdaman? Yer ostidami? Eng kamida hamma tirik. Sen uyg'ondingmi? Bir qanotli iblis. Tez uyg'onding, rostdan ham boshqachasan. Boshqacha, juda ham qiziqyapman. Nega hiding bizga o'xshash? Nega inson zoti mendan kuchliroq bo'lgan hidga ega? Nima deb ming'illayapsan? Qanday qiziq. Jenursan, oldingi kuchim bo'lganida o'sha zahotiyoq boshingni olgan bo'lar edim. Men uchalasini himoya qilishim kerak. Qizil yadroli iblis, u chaqqon va uning egiluvchan mushaklari unga tezda reaksiyaga kelishga va hujum berishga imkon beradi. Shu bilan birga terisini ham himoya qiladi. Ikki qirrali qilich. Bu foydasiz. Imkon qadar tezroq uning zaif nuqtasini topishim kerak. Uning zaif joyi, uning mushaklari. Birinchi navbatda uning qo'llarini kesaman. Sen haromi, menga past nazar bilan qarama. Sen faqat bir qanotli iblissan. Oldin senga o'xshaganlarni qanchasini o'ldirganman. Meni zaif joyimni bilding, lekin men ildizdanman. Qizil yadroga ega ildiz. Qanday zarar yetkazsang ham o'zimni tiklay olaman. Yarim asr o'tib, iblislar rivojlandimi? Sen menga past nazar bilan qaragan ko'rinasan. Seni tushunmayapman. Mayli unut. Ichki organlarimni zararladimi? Bu juda og'riqli, hatto nafas olish ham qiyin. Reinkarnatsiya qilindim, lekin bunday o'lib ketishimga ishona olmayman. Xuddi oldingi hayotim kabi sheriklarim ko'z oldimda o'ldilar.
Hammangiz meni kechiring. Ha, u o'ldimi? Qanday zaif inson. Evolyutsiya. Agar uni yesam rivojlanamanmi? Nima bo'lsa ham men uni yeyman. Meni yemoqchimisan? Bu yerda o'lishingga yo'l qo'ymayman. Agar o'lsang barcha rejalarim barbod bo'ladi. Men ongingning oxiridagi ishona olmayman. Bu yerda ishlatishingga. Ha, u yaqinlashyapti. 5 qanotli, yo'q 6 qanotli. Ha, 6 ta qanotli. Bu men, sening qiroling, 8 qanotli iblis, eng kuchli mavjudot. 8 qanotli iblis qiroli. Tiz cho'k. Isming nima? Qizil qanotli qirol. Crimson. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make it. Bu yerdagi ishni tugatdim. Bu yerda faqat 2 ta zaif iblis bor ekan. Menimcha bolalar bu yerda emas. Qidiruvni davom ettirishim kerak. Ularni ketishdan oldin topishim kerak. Bu yana qanday energiya to'lqini? Bu energiya o'sha tomondan keldi. O'sha yerda bo'lishi mumkin. Qirol. Ha, qaytganimdan beri hamma yo'q zulmatga botgan. Savolimga javob ber. Ha, Men yo'qolgandan beri iblis lordlari hali ham 5 tami? ha, hali ham 5 ta. O'sha 5 iblis lordlari o'rinlari hali ham o'zgarmagan. Demoqchisanki, ular bir-birlari bilan tinch yashayaptimi? Shunda ular menga olmash yil oldin qilgan ishlarini unutishgan. Men bu tanani o'zim uchun qobiq sifatida tanladim. Chunki u insoniyatning eng kuchli jangchisi edi. Lekin qaytganimda bu tana bunchalik zaif bo'ladi deb o'ylamagan edim. Bu mening jahlimni chiqaryapti. Bu mening oxirgi daqiqalarim behuda ketdi. Agar men yana qaytadigan bo'lsam, bu mening to'liq uyg'onish vaqtimda bo'ladi. Yeah, trust issues not to mention. Rostdan ham sabrimni sinayapsan. Meni o'sha insoniyatning eng kuchli jangchisi asta-sekin uyg'onishi va o'sha yo'qolgan xotiralarni eslashini intiqlik bilan kutishim kerakmi? Zerikarli. Qora xotiralar. Qirol. Siz rivojlanayotganimizda foydalanilgan xotiralarni aytishyapsizmi? Qanotlar tanamizda sezilarli darajada namoyon bo'ladi. Uning miqdori bizni kuchimizni belgilaydi. Qanotlar qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik yuqori darajada bo'lamiz. Bizning zulmat klanimizning rahbarlari yangi qanotlarni o'stirishdi. Evolyutsiya qora xotiralarni talab qiladi. Bu bizning turimizga xos qobiliyatdir. Bundan tashqari, siz rivojlanishingiz uchun siz o'zingiz bilan bir xil darajadagi mavjudotni yutib yuborishingiz kerak. Shunchaki o'zingizdan kuchliroq iblisni o'ldirishingiz kerak. Qora xotiralarni olish va rivojlanish. Bu men unga bergan sovg'a. Qirol, men sizni qo'llab-quvvatlayman. Buning uchun qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Men sizning o'ng va chap qo'llaringiz bo'laman va uyg'onishingizga yordam beraman. Sen buni qilishga arzimaysan. Sening vazifang inson jangchisiga birinchi qanot xotiralarini uyg'otishga yordam berishdir. Inson jangchi, men senga birinchi qadam uchun yordam beraman. Shuning uchun kelajakda daraja ko'tarayotganingda meni uyaltirib qo'yma. Men uchun 9 ta qanotni uyg'otishing kerak. Vaqti kelganda men sening tanangda to'liq uyg'onaman. Qirolim, siz eng kuchlisiz. Men o'lishni istamayman. Meni u kutyapti. Sen o'lmaysan. Men hammani bu yerdan olib ketaman. Lekin biz o'ldik.
Nega sen hali ham tiriksan? Ha, bu tush, bu shunchaki tush edi. Yo'q, bular xotiralar. Birodar Ang, uyg'ondingiz. U uyg'ondi. Bolalar. Lekin nega sening sochlaring rangi o'zgarib qolgan? Iblislar ularning o'zgarishiga sabab bo'ldimi? Juda yaqin. Nimalar deyapsan? To'xtanglarchi, uchalangiz ham yaxshimisizlar? Eslashimcha, hammamizni bir qanotli iblis olib ketgan edi. Sen eslay oladigan ko'rinasan. Yer ostida nima yuz berganini bizga aytib ber. Haligi ikkalasi boshqa bo'linma kapitanlari. Kapitan Yao Tang, nega bu yerdasiz? To'rtalangizni Tang qaytarib olib keldi. Meni Tang deb chaqirma. Yaxshi, Tang. Tang? Biz hammangizni g'or tashqarisidan topdik. Hammangiz hushsiz edingiz. Bir qanotli iblis u yerda bo'lmagani yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa sizlarni olib ketish qiyin bo'lar edi. Uchalasi ham birinchi bo'lib uyg'onishdi, lekin hech kim hech narsa eslay olmadi. Komaga tushgan va o'zgarishlar ro'y bergan faqat sensan. Sochim. Meni tamoy o'zgardi deb shuni nazarda tutgan bo'lsa kerak. Nima bo'ldi? Reinkarnatsiya qilingandan keyin ko'p narsa o'zgaribdi. G'orda nima bo'lganlari haqida menga hujum qilishgandan keyin hushimni yo'qotdim. Undan keyin nima bo'lgan voqealarni eslay olmayman. Men faqat oz vaqt hushimda edim va shuning uchun g'orda nima bo'lganini aytdim. Keyin hushimni yo'qotdim. Undan keyin esa eslay olgan narsam shifoxonada uyg'onganim. U rostdan ham hushsizmidi? Bu haqida ko'p o'ylayapman. G'orda ko'rgan narsam devorga qon sochilagan edi. Bunga nima sabab bo'lgan? Sening isming Ang, shundaymi? Sening isming aql bovar qilmaydigan jangchiniki bilan bir xil. Men sening jang test javoblaringni ko'rdim. Sen asosan kuchsizsan, lekin iblislar bilan jang qilish vaqtida kuchli va xotirjam bo'lasan. Oldin iblislarga qarshi jang qilganmisan? Men yo'q. Shunchaki jang qilishga qiziqishim bor. Men barcha iblislarning kuchsiz tomonlarini o'rganib chiqdim. Oho, demak u nazariy jihatdan ham yaxshi. Tang, siz unga o'xshagan jangchilarni yetishtirishingiz kerak. Jangchi? Ha, aytgancha, mening tez javoblarim qoniqarlimi? Sen imtihondan o'tding, biz hali ham bir jamoadamiz. Bu bizning taqdirimizda yozilgan ekan. Kapitan Yao Tang bizni bir guruh qildi. Bugundan boshlab sening ortingdan ergashamiz, Ang. Boshqa guruhlarga qaraganda biz ortda qolib ketdik. Boshqa guruhlardan ortdamiz. Jamoalar bir necha missiyalarni bajarib ballar to'plashi kerak. Sen esa 3 kun hushsiz yotding. Shunday qilib sening guruhingda hozirda 0 ball bor. Men 3 kun komada yotdimmi? Bu kapitan Yao Tang, qara. Ular yangi jangchilar. Yangi guruhlar 3 kun oldin shu yerda yiqilgan edi. Ularning hammasi juda yosh. Ular allaqachon jangchimi? Hozir ular missiyaga ketishadimi? Hozir hammangizga qoidalarni tushuntiraman. Birinchidan, hammangizni tabriklayman. Sizlar endi rasman jangchilarsiz. Bir qanotli iblis bilan yuzma-yuz jangga tirik qoldingiz. Barchangizni eson-omon qaytib kelganingiz bilan tabriklayman. Oldin aytib o'tganimdek, to'rtalangiz bir jamoa va mening qo'l ostimga topshirilgansiz. Demak, men sizlarga topshiriq berishga mas'ul odamman. Qisqasi, 9-jamoaga mas'ulman. Umid qilamanki, boshqa jamoadan ajralib turasiz. Ajralib turasiz? Bu nima degani? Jangchi bo'lish qoidalari oldinga qaraganda ancha qiyinroq. Ilgari biz jangchi bo'lish uchun jang maydoniga yuborilganmiz va kuchli jangchi ekanligimiz, qancha iblislarni o'ldirganimiz orqali belgilangan. Birodar Ang, oldin hech ham jamoa reytingi haqida eshitmaganmisiz? Jamoa reytingi? Siz rostdan ham hech narsani bilmaysiz. Biz eng past darajali jamoamiz. Buning barchasiga esa siz aybdorsiz. Meni yerga urmang. Boshqalar orasida ajralib turish sizni kichik jamoa reytingidagi reytingingizni anglatadi. Ko'pgina kichik jamoalar uchun sadolarimiz borligining sababi shundaki, biz ochkolarni reyting orqali sog'lom raqobat bilan rag'batlantirish va bu jamoalarni yaxshilashimiz mumkin. Men 9-jamoaga mas'ul ekanman, sizlar 8-jamoa bilan raqobatdoshisizlar.
turli darajadagi topshiriqlarni bajarib, ballar olishingiz mumkin. Ballar qanchalik baland bo'lsa, sizning darajangiz ham shunchalik yuqori bo'ladi. Har oy mas'ul 3 ta kapitan qo'l ostidagilar, 2 ta eng baland ballari bor jamoa va 6 ta kichik jamoalar, kichik guruhlar musobaqasiga qatnashadilar va u yerda yutuqlar ham bo'ladi. Eng oxirgi o'rinni egallagan jamoa va uning kapitani jazolanadi. Ular tozalash brigadasiga o'tadilar va ular oxirgi oy kelgunlaricha yutqazgan guruhni kutishlari kerak. Bu juda noqulay, demak ko'chalar shu tufayli ham toza ekan. Bu jangchi qoidalari. Raqobat orqali yutuqlarga erishasan. Iblislar yuksalishda davom etmoqda. Shuning uchun ham jangchilar dam olib o'tira olmaydi. Situlyu jamoada eng yuqori ball to'plagan jamoa yetakchisi bo'ladi. Qolganini o'zing eplaysan, to'g'rimi? Men Liu xonim ehtiyotgor odam ekanligiga ishonaman. Shuning uchun menda hech qanday e'tiroz yo'q. Menda ham hech qanday e'tirozlar yo'q. Liu xonim juda ham kuchli. Nega meni tanlamading? Axir men Angman. Men qirol deb atalmish eng kuchli jangchi Jennerson. Biz missiyani muvaffaqiyatli yakunlaymiz. Albatta men jamoa sardori bo'laman. Ular mendan boshqa yana kimni tanlashlari mumkin? Yaxshi, hozir tushligi vaqti. Siz shunday qilib borib jamoangiz qanday vazifani hal qilish kerak ekanligini hal qilishingiz mumkin. Boshqa kichik jamoalarning ballarini ham ko'rib chiqing. Shuningdek, siz jangovar nona kostyumlaringizni jangasini ko'rishingiz mumkin. Agar boshqa muammolar bo'lsa, menga ayting. Bo'ysizlar. Ha, janob. Qani ketdik, biz missiyalar to'g'risida nima bo'lganini ko'rishimiz kerak. Biz allaqachon boshqalardan 3 kun ortda qolib ketdik. Biz ularga yetib olishimiz uchun ko'proq ishlashimiz kerak. To'xta, biz buni qilishimizdan oldin kerak bo'lgan muhimroq ish bor. U nima ekan? Men bunday muhim narsani qanday unutdim? Jamoa o'rni, tartibi yoki qo'shimchalar. Lekin bu unday emas. Chunki men bularni missiyalardan keyin ham hal qilish mumkin deb o'ylagan edim. Mening mukammal liderligim shu sababli buzilib ketdimi? Biz rasman bir jamoa ekanligimizni suratga tushirishimiz kerak. Jamoaviy umuman olganda yomon fikr emas. Nima deb o'ylaysan? Sen g'or yaqindagi iblislarni portlash sababli o'lganini aytding. G'or ichida noma'lum iblisning qoni har yoqqa sachilagan edi. Sen o'sha 4 ta bola buni qildi demoqchimisan? Men ularning ichidagi eng ismli boladan shubham bor. Mening burnim juda ham sezgir. U go'yo tanishdek, ammo men undan noma'lum hisni his qilyapman. Tang, siz u haqida juda ham ko'p o'ylab yubordingiz. Bolalar xavfsiz va ular qaytishdi, hammasi joyida. Avtonomlarning kichik jamoasi kuchli ko'rinadi. Mening jamoam yutqazmasligi uchun menga omad tilang. Ha, jiddiy aytyapman. Uni kuzatib yuring. Agar biror narsa topsangiz, bizga xabar qiling. Ha, to'g'ri. Markaziy shahar missiyalar tatachasi. Juda ham yaxshi. Bu yerda faqat A darajali missiyalar qolgan ekan. Biz har A darajali missiya uchun 10 balldan olishimiz mumkin. Birodar An, aftan siz buni bilmaysiz, ammo A darajali missiyalar biz olishimiz mumkin bo'lgan eng yuqori darajali missiyalar. Bu 3 ta A darajali missiya eng qiyinlari. Boshqa missiyalar, ya'ni B darajali missiya 6 ball, C darajali missiya esa 3 ball beradi. A darajali missiya rostdan ham eng yaxshisi. B va C darajali missiyalar xavfsizroq. A darajali missiya tez qurbonlari bilan tugaydi. Agar shunday bo'lsa, unda Biz ularning hammasini olamiz. Bu nana kostyummi? Hayratlanarli, kostyumdan qurol ajralib chiqyapti. Ajoyib, nana uskunalar so'nggi 60 yil ichida texnologiyalar haqiqatan ham rivojlandi. Hamma tayyormi? Ha, albatta. Nishonlarimiz 2 ta oddiy iblis, ularni bir urushda o'ldiramiz. Rejaga amal qiling, olg'a. Yana 3 ta darajali missiyani bajarishimiz kerak. Taqdirga sarflay olmaymiz, buni tezda tugatamiz. Sinov, birinchi navbatda ularning qurish chizig'ini to'sib qo'y. Ang va Tomoy ularga zarba beradi. Qo'l va oyoqlarini kesib, og'irligidan foydalanamiz. Zarbamni tatib ko'ring. Va oxirida men buni ajoyib tarzda yakunlayman.
Ajoyib, mening chiqishim ajoyib bo'ldi. Tuman tarqatildi, qurilma barqaror o'rnatildi. Nihoyat tugadi. Tumanni yo'q qilish bo'yicha missiya. Biz imtihondagi davomida olgan missiyadan ancha qiyin. Darajali missiyadan kutilgandek bajarish uchun ko'p vaqt ketdi. Wow, undan qizil yadrolar chiqdi. Qaranglar, bu naqadar chiroyli. Mehnatga yarasha 10 ball oldik. Bajarilgan missiyalar avtomatik ravishda yo'q qilinadi. Qanday jadid texnologiyalar? Texnologiyalar bugungi kunda iblislarga qaratilgan. Missiyalarni shahardagi ballar jadvali bilan ulaydigan chip bor. Missiya tamom bo'lgandan so'ng ballar jadvali avtomatik tarzda yangilanadi. Biz shahar atrofidagi tuman tarqatish missiyalarini tamomladik. Bir ko'ray. Biz hali 3 oddiy iblisni qo'lga olish, 10 oddiy iblisning yadrosini to'plash. Ikkalasi ham juda qiyin ko'rinadi. Biz tushdan keyin iblislar bilan jang qildik, faqat 3 yadro oldik. Hali 7 ta bor. Iblislarni tiriklayin qo'lga olish vazifasi ham bor. Men bu missiyalar har doim qiyin ekanligini eshitganman. Men ham oson bo'ladi deb o'ylamagandim. Boshqa jamoalar ham vazifani bajarayotganimizda ball yig'ish bilan ovora. Hamma diqqatiga, rejamizni qayta ko'rib chiqamiz. Qolgan 2 ta A darajali missiyalarni olamiz. Ko'proq A darajali missiyalarni bajarib, cho'qqiga tezroq chiqishimiz kerak. Wow, lo ajoyibsiz. Mutlaq haqsan. To'g'ri tepaga chiqamiz. Hech kim jamoamizni kamsitishiga yo'l qo'ymaymiz. Birodar Ag, sizning fikringiz qanday? Bunday deb chaqirma. Biz safdoshmiz. Shunchaki ang deb chaqirsang bo'ladi. Hammangiz haqsiz. Boshqa atletlar ehtimol ochkolar to'plash uchun astoydil harakat qilmoqdalar. Agar biz tezlikni oshirmasak, biz uchun qiyin bo'ladi. Biz shunchaki turib tomosha qilsak, hech narsaga erisha olmaymiz. Jenurson, men 2 hayotda yarim asrdan ko'proq yashaganimdan keyin yuragim qotib ketdi deb o'ylagan edim. Men ular bilan vaqt o'tkazganimdan keyin yoshlik ishtiyoqini qaytaraman deb o'ylamagan edim. Yoshlikning o'jarligi haqiqatan ham odamni tetiklantiradi. Quyosh botishdan oldin missiyalarni bajarishga harakat qilaylik. Qani olg'a. Ha, ketdik. To'xta, boradigan sari meni o'rnimni egallayapti. Men uni bog'lab qo'ydim. Biz nihoyat uchalasini ham tirik qo'lga ola oldik. Oddiy iblislarni tutish uchun ishlatilgan o'qlar ham tugadi. Har bir jamoaga faqat bir necha maxsus o'qlar beriladi. Sizga haqiqatan ham hammasini tushuntirish kerakmi? Bu nopartikulyator yordamida yaratilgan bu iblislarni tinchlantiruvchi qurol. Xanjarlar kabi bu oldindan o'rnatilgan nano boshlang'ich qurol. Biroq buni yaratish va foydalanish ancha murakkab. Hozirgi kunda iblislarni qo'lga olish uchun tinchlantiruvchi quroldan foydalanish. Ilgari biz ularni kuch bilan nokaut qilishimiz kerak edi. Tadqiqotchilar esa har doim iblislarning miyasiga zarar yetkazishimizdan shikoyatlar qilishar edi. Biz barcha tinchlantiruvchi qurollarni o'qlarni ishlatishdan oldin iblislarni tiriklayin qo'lga olishganimiz ma'qul. Bu missiya yakunlandi. Uchtasini qo'lga olganimiz uchun biz ularning bir guruhini o'ldirishimiz kerak. Va ulardan o'nlab bor. Jangchilar quyosh botishidan oldin shaharga qaytish kerak. Bu temir qoida. Agar biz qoidani buzsak jazolanamiz. Uyga borib kechki ovqat qilaylik. Uy? Hozir men uyim borligini yoki yo'qligini ham bilmayman. Tezda bazaga qaytishimiz kerak. Biz koordinatalarimizni tadqiqotchilarga yuborish uchun joylashishni aniqlash tizimidan foydalanishimiz kerak. Missiya 3 tasini topshirganimizdan keyin to'liq yakunlanadi. Sizlar ham qotillik aurasini sezyapsizlarmi? Men senlarga topshiriqni yakunlashga ruxsat bermayman. Sen Jenurson, yana kim bo'lding? Senlar missiya to'chasidagi barcha rangdagi missiyalarni olgan axlat guruh, shunday emasmi? Bu vazifani bajarishni biz rejalashtirgan edik. Sizlarga kim ruxsat berdi? Sizlar kimsizlar? Biz oxirgi baholashda bo'lim yetakchisi Jiyo Tanga qo'shilgan guruhmiz. Nomimiz Qora Qirol. Qisqacha qilib aytganda, biz sizlarni katta akalaringiz va 9 guruhdan birimiz. Bu safar Jiyo Tanga nechta yangi guruh qo'shildi? 3 ta. Ishta dedingmi? Yangi guruhingiz hali bizga hurmat bildirmadi. Qanday isyonkorlik! Bundan tashqari, senlar bizdan ruxsat olmadinglar. Barcha darajali vazifalarni o'zlaring olishdan oldin qarashimcha, senlar bizni jiddiy qabul qilmayapsizlar. Shundaymi?
Iblislarni qo'lga olish uchun qancha mehnatimiz ketdi. Sardoringiz kim? Nega bizni yaxshilab kutib olmadingiz? Sen kattalarga hujum qilishga jur'at qilasanmi? Imtizomsiz guruh. O'zingni katta akamiz deyishga qanday jur'at qila olyapsan? Beparvo bo'lma, Lu. Ular bizdan katta, o'zingni bosib ol. Soy, sizlar juda adolatsiz bo'lyapsizlar. Sizlar shuncha iblislarni o'ldira olmaysizlar. Biz buning uchun qancha mehnat qildik axir. Nima? Adolatsizlikmi? Bu raqobat. Shunday ekan, qanday befarq bo'lishi mumkin? Befarq. Ular bizni missiyamizni buzishdi, haromilar. Biz bunga juda ham ko'p kuch sarfladik. Jamoa yetakchisi sifatida men bu yerda mag'lub bo'la olmayman. Ortga qaytmayman. Tez orada quyosh botadi, ular bilan gaplashishimiz kerak. Qilgan ishing uchun mendan bu mukofotni ola qol. Sardor, Bosim o'tkazishga harakat qilyapsizlarmi? Oldin bu narsani eshitmaganman. U ishda iblisni qo'lga olish uchun qancha kuch sarflaganimizni bilasizlarmi o'zi? Qanday qoidalar haqida gapiryapsizlar? Hayotimda bunday bema'niliklarni ko'rmaganman. Hatto o'tgan hayotimda ham. Haroma, qanday qilib o'zingdan kattaga shunday muomala qilishga jur'at etding? Qora qurol jangchilari, tayyorlaning. yaxshi. Qara kela qolinglar, sizlar qanchalik katta ekanliklaringizni bilib olamiz. Bu nima bema'nilik? Aftidan jangimiz tugadi. Men zamonaviy jangchilarning standartlarini ko'rishni xohlardim. Bo'lim yetakchisi Ji Yaotan. O'lgularing kelib qoldimi? Quyosh botish arafasida, lekin senlar ham bu yerda jang qilyapsizlar. Iblislar qo'lga tushib qolgularing kelib qoldimi? Bo'lim yetakchisi Yaotan ular birinchi boshlashdi. Hatto niqobimni ham olib qo'yishdi. Bo'lim yetakchisi Yaotanga shunday yolg'onlarni aytish. Sen o'zi erkakmisan? Sen haroma. Menda isbotlar bor. Ular bizni qo'lga olganishda iblisni o'ldirishdi. Iblislarni tiriklayin qo'lga olgandek. Shikoyat qilishga biz haqli emas. Wow, buni qilishga qachon ulgurding? Iblislarni tiriklayin qo'lga olishmi? Bu rangli missiya. Sizni guruhingiz uni oldimi? Hisobot, biz missiyamizni deyarli yakunlagan edik, lekin qora qurol otryadi bizning harakatlarimizni ko'tiga tiqdi. Tushunarli. Ular haddini oshib ketdi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin ular yangi kelgan, shunday vazifani olganlari uchun. Albatta bunga qanday javob berish sizga bog'liq. Ammo oxir-oqibat jamoaning ochko'zligiga qaraymiz. Qizdan zarar yetkazish va boshqalarning hayotiga xavf ostiga qo'yishdan tashqari raqobatga oid barcha harakatlar ruxsat beriladi. Ushbu qoidalar har bir shahar uchun amal qiladi. Jangchilar sifatida siz kelajakda yana katta qiyinchiliklarga duch kelasizlar. Vaqti kelganda siz bunday oddiy tahdidlarga duch kelmaysizlar. Men hozir aralashganimning sababi jamoalar o'rtasidagi jang ruxsati yo'qligi emas. Aralashganimning sababi quyosh botayotganidir. Endi shaharga qaytinglar. Va senlar yangi jamoa missiyasini o'g'irlab, yana ularga mag'lub bo'ldingiz. Ortga qaytganingizda bu haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Ha, janob. Hay, ismingni ayt. Ang. Eshitdingizmi yigitlar? U eng kuchli jangchi, uning ismi bilan bir qilsin degalik qilar ekan. Buni axir o'zing so'rading-ku. Hoy Ang, men seni guruhingga osonlikcha ochko olishingga yo'l qo'ymayman. Ishonib aytamanki, bu oy oxiri sening jamoang ro'yxatning oxirida bo'ladi. Aytgancha, hali buning uchun tovon to'laysan. Qora qurol otryadi. Ha, qani ketdik. Qora qurol eng kuchli jamoa bo'lmasligi mumkin, lekin ular tezkor ijrosi bilan tanilgan. Ular sizni vazifangizdan chalg'itishga yoki yo'q qilishga harakat qilishadi.
Bundan tashqari qora qurol rahbari, qurol ustasi jangda u buni ishlatmadi. Senlar yangi guruhsizlar, zaif demoqchi emasman, lekin sizlarda tajriba yo'q. Ikkala jamoa to'liq kuch bilan jang qilsa, sizlar yutqazishlaring aniq. Yaxshi, shaharga qaytamiz. Unut, hozircha u haqida o'ylashni to'xtat. Qani ketdik. Nimani o'ylab qolding? Salobatli ko'rishga harakat qilyapsanmi? Xo'sh, lekin o'sha zarbang zo'r chiqdi. Bugun kechki ovqatni birga qilmaymizmi? Yo'q, bugun kechki rejalarim bor. Nima qanday rejalar? Men qolgan 3 ta iblisni qo'lga olmoqchiman. Ehtiyotkorlik uchun ogohlantirish, iltimos shaharni tark etmang. Ehtiyotkorligingiz uchun ogohlantirish, iltimos shaharni tark etmang. Yo'lda faqat ogohlantirishni eshitayapman. Men ko'p odamlarni ko'rmadim. Shahar qulflangan paytda hamma uyda bo'lishi tabiiy. Men missiyani tamomlagandan so'ng uyim qanday bo'lishini ko'rmoqchiman. Odamlar men kutgandek hushyor emas. Fuqarolar, eshikka yaqinlashmang. Ular faqat shu belgini qo'ydimi? Ularda soqchilar yetishmovchiligi bormi? Menimcha ular shaharni yaratuvda hech kim tark etish haqida o'ylamaslik haqida o'ylashyapti. Bu meni oldingi hayotimdan boshqacharoq ekan. Biz kun yoki tun ekaniga e'tibor bermasdik. Biz hatto ovqat, nakit notonni o'ylar edik. Meni qo'rqitib yubording. Sen yarim tunda nima qilyapsan? Shaharni tark etmoqchimisan? Men kuta olmayman. Bu juda ham hayajonli. Men tunda shaharni tark etish qanday bo'lishiga qiziqyapman. Nima haqida gapiryapsan? Men shunchaki sayr qilyapman. Men juda charchagan edim. Bu an u o'tgan hayotida eng kuchli jangchi edi, lekin u o'zgargan. Qanday dahshatli ayyorlik. Yaxshi, men ertaga sizlarga surpriz bermoqchi edim. Men bu vaqtda niqobli yigitlar avvalroq barbod qilgan vazifani bajarish uchun foydalanmoqchi edim. Missiya muddati hali tugamagan, shundaymi? Afsuski, meni sezib qolding, shuning uchun endi bu foydasiz. Buni boshliqlarga aytma, men qaytib kelaman. Men ham sen bilan. Rejang qanday? Men buni bilaman. Men dahoman, bu juda qiziqarli. Jangchi bo'lish juda qiziqarli. 3 ta iblisni tutib, ortga qaytganimizda jamoamiz ko'rgach, shokka tushib qoladi. Himoyada turish haqiqiy azob. Uyqum kelyapti. O'lib bo'lganlardan tashqari yana kim ham tashqariga chiqardi tunda? Shunchaki darvozani yopib qo'ysak bo'lmaydimi? Jenergar, bu gapni boshqalar eshitmasin. Agar favqulodda holat ro'y bersa, biz ikkalamiz ham boshimizdan ayrilamiz. Bir necha yil oldingi voqealarni unutdingmi? Bir ikki qochqinlar yordam so'rab shahrimizga qochib kelishgandi. Ammo darvozalarni ochishdan bir soniya o'tgach va ular iblislar tirnog'i ostida bo'lishdi. O'shandan beri deyarli har bir shahar o'zining darvozasining asosiy favqulodda boshliq qoidalari. Bu dunyoda inson hayotidan ustunroq bo'lgan narsa yo'q. Kechirasiz. Hech qisa yo'q. Bunga o'rganib ketasiz. Nima sotib olganimga qara. Boshqa shahar ayol jangchilarining fotosuratlari. Men buni olish uchun ancha pul to'ladim. Hozir ko'rishingga ruxsat beraman. Oxirgi dashrini oldingizmi? Qara, yo'q, doim uni bili. Bu aynan baholash joyi edi. Avvalgiga qaraganda bu tuman ancha qalinroq. Liu bu yerda. Yaxshi, biz shahar darvozalaridan aniqlab bo'lmaydigan darajada uzoqdamiz. Chirayotgan o'rmon bizdan yashirib turadi. Reja bo'yicha harakat qilamiz. Iblislarni o'zimga jalb qilaman va vaqtdan foydalanib, sen hammasini kallasini olasan va qo'pol kuching bilan ularni yo'q qil. Shu yerda meni kutib tur. Ang ishonchli ko'rinadi, lekin u tuman ichiga yolg'iz o'zi kirib ketdi. Shoshma. Nima? Men ham shahar tashqarisidaman. O'rmonda yolg'iz. Go'yo tuman va zulmat meni bir lahza yutib yuboradigandek. Qo'rquvmi yoki hayajon? Yo'q, men diqqatimni jamlashim kerak va u qaytganda zarba berishga tayyor bo'lishim kerak. Angning jinlarni jalb qilish tajribasi Liuni hayratda qoldirdi. Chunki u har safar jinni ajratib qo'yadi. Bu iblislarni tutishni osonlashtiradi Liuga. Iblislarni qo'pol kuch ishlatib, tiriklarni qo'lga olish usuli. U hech qachon buni eshitmagan edi. Va o'zi uchun o'ziga xos hayajonli g'oyaga ega bu. Bora bunga ko'nikdi, mahorat esa tezda sayqallandi. Liu, mana hozir.
Angning yuragi ostida. Ikkalasi ham iblis kuchlarini yana va yana oshirishdi. Xuddi ularni o'yinchoq qilgandek aylanma hujumlar ularni boshlarini garang qilar edi. Yarim asr oldin iblislarni qo'pol kuch bilan tiriklayn ishlash usuli shu tunda yana ishlatildi. Ularni tiriklayn qo'lga olish ko'p kuch va chidamlilikni talab qiladi. Men bu zaif tana bilan yana urushishim kerak. O'tgan hayotimda qanotli iblislar bilan ko'rishish xuddi men uchun o'yin kabi edi. Bu uchinchisi nihoyat tugatdik. Men charchadim. Madorimning yo'qligi, hatto mag'lubiyatdan ham eng yomonroq narsa. Ularni shu yerda qoldir. Qoldiray. Bu iblislar aqlli emas. Ular o'z turlarini qanday saqlashni ham bilishmaydi. Yana ular shahar darvozasiga yaqin ham emas. Ularni shu yerda qoldirsak muammo bo'lmaydi. Ularning boshiga berilgan zarbadan keyin ular aniq qayta turilishmaydi. Biz erta kelib ularni olib ketamiz. Shunda bu missiyani tugatgan bo'lamiz. Bularning barchasini qayerdan bilasan? Men ko'p gapirib yuborganga o'xshayman. Topdim. Bu odamlarni topdim. Rostdanmi? Uni hidi bizga o'xshar ekan. Bir qanotli iblislar, ular ikkita. Jenursan, bir qanotli iblislar nega bu yerda? Biz bu jangda aniq yengildik, Jenursan. Nega ular ikkita? Bitta bo'lsa ham mayli edi. Bir qanotli iblislar belgisini topdik. Atrofni skanerlang. Xo'p, janob. Nima bo'lyapti? Bir qanotli iblislar nega bu yerda? Bular baholash paytida paydo bo'lganlarmi? Yo'q, men ularni yer ostida ko'rgan edim. Lekin ular o'lgan bo'lsa kerak edi. Maqsadimizni toping, eskadron rahbarlari. Bu yerda ikki qanotli iblislar bor. Ikkalasi ham bir vaqtda nimadir ularni o'ziga jalb qildimi? Vahimaga tushmang, shahar darvozalarini yoping. Ular bizga zarar keltira olishmaydilar. Mudofaa minoralarini tayyorlang. Nima bo'lganda ham bir darvozani ochmasligimiz kerak. Tang. Kimdir bor shekilli. Yorug'lik chiroqlari. Bu Jenursan ahmoqlar. Nega ular bu yerda? Angvalu. Nega ular shahar tashqarisida? Uchta oddiy iblis qo'lga olingan. Tushundim. Ehtimol tunda oddiy iblislarni tirik qo'lga olish vazifasini bajarmoqchi bo'lgan. Kunduz esa ularga xalaqit berishgandi. Ular o'z iqtidorlaridan foydalanib, yaxshi natija ko'rsatishni xohlashgandi. Lekin o'z hayotlarini xavfga qo'yish shart emas. Barcha yangi jangchilarda shu muammo. Bu ahmoqlarni qaytargandan keyin jazolayman. Joel, men u bilan boraman. Boshqaruvni senga qoldiramiz. Kamdan kam keladigan ikkilikdasi ham vayron bo'ldi. Ular bizni sezishdi. Leo, orqamga o't. Yordam kelguncha vaqt cho'zishimiz kerak. Ularning maqsadi menga o'xshaydi. Ular o'sha paytdagi iblis kabi harakat qilyapti. Bu meni qayta tug'ilishim tufaylimi yoki o'sha g'orda nimadir sodir bo'lganmi? Yo'q, biz birga jang qilamiz. Haliyam jang qilmoqchimisizlar? Oldin qizni o'ldiramiz. Ehtiyot bo'l. Tezkor reaksiya. O'chir. Suv ish bermadimi? Hoy, bu yoqqa qara. Leo, Va e'tiborsizlik. E'tiboringni pasaytirma maraz. ikkisiga ziyon berish haqida o'ylama ham. Xavotir olmang, xavfsizlikdasizlar. Ko'rinishidan ko'k yadro suv turi, qizil yadro yer turidan. Oldin Setuliyoni qutqarishimiz kerak. Ko'k yadro tezlik, suv turi, qizil yadro kuch, yer turi. Yaxshi, men ularni chalg'itaman. Boshim portlab ketayapti. Ular to'tib qolishdimi? Ular yaqinlashyapti. Mudofaa zamburlarini tayyorlang. O'zimiznikilarga zarar bermang. Kapitan Joel, biz tomonga yaqinlashayotgan ko'plab iblislarni aniqladik. Qancha? Sanog'i yo'q. Bu iblis to'lqini.
There is no time for introductions. Signal bering. Shahar ichidagi barcha jangchilar jangga tayyorgarlik ko'rishlari kerak. Bu iblis to'lqini. Bo'linmalar shahar devoriga to'planing. Iblis to'lqini. Ular hammasi rejalashtirgandek harakat qilishmoqda. Bizni chetlab o'tib, to'g'ridan to'g'ri shaharga hujum qilmoqchimi? Iblislarni bu ikkasi jalb qilgan. Tezda buni hal qilishimiz kerak. Men yaxshiman, shaharni himoya qilishga yordam beraman. Janarsan, mening ehtiyotsizligim bo'linma rahbarlarini ortga tortmoqda. Men haqiqatan ham o'z burchimni unutdim. Juda shovqin qilding, ovozingni o'chir. Qarama, hammasi bizni ortga qaytadi. Jil, ehtiyot bo'l. Nima? Menga hujum qilmadimi? Sen tezroq bora qol. Nega uni to'xtatmadi? Ehtiyotkorligingni yo'qotsang, o'lasan. Sen kela qol. Lyu! Ular meni bo'linma rahbarlaridan ajratishdi. Bu tuzoq ekanligi aniq. Janursan, tinchlanishim kerak. Hozir ahmoqona harakat qila olmayman. Meni hozirgi kuchim yetarli emas. Borma, ularni mag'lub qila olmaysan. Lekin Lyu, balkim uning bu nigohi, bu jang men uchun tanish. Qanday qilib bormasligim mumkin? Qanday qilib undan voz kecha olishim mumkin? Inson qiziqarli. Biz bir qanotli iblislar insonlarni his-tuyg'ularga bo'yib eshitgan edik. Eshitishimcha, odamlar umidsizlikdan qichqirishadi. Yolvorishini eshitishni xohlayman. Og'zing, nega indamayapsan deb o'ylagan edim. Yaxshi, qani unda baqir. Yerilib so'ra. O'zingni bunga loyiq deb o'ylaysanmi? Loyiqmisan? Bunga loyiqmanmi yoki yo'q? Men jangchi oilada o'sganman. Hech qachon dushmanimga bosh egmayman. Taslim bo'lish sharmandalikdir. Meni hozir qoldir yoki jang qil. G'azab. Meni g'azablantirding, seni o'ldiraman. Sen shunchaki xo'raksan. Seni o'ldirsam hech narsa bo'lmaydi. Qo'y, unga tegma, senga men kerakman, to'g'rimi? U nega yolg'iz keldi? Haqiqatan ham tuzoq ish berdi. Sen asosiy nishonsan inson. Nishonmi? Nega Ular nima qilishmoqchi? Lyu, yaxshimisan? Men yaxshiman. Nega yolg'iz kelding? Seni bir qanotliga qarshi jangda g'alaba qozona olmaysan, ket. O'char. Hoy, unga tegishga jur'at etma. Sening nishonim men bo'lsam, meni ol, uni qo'yib yubor. Uning o'rnigami? Seni ham o'ldiraman. Janursan, bu otani tezkor hujumlarga umuman javob bera olmaydi. Sening tanangda bizga o'xshash hid bor. Bu menga qiziq. Lekin nega? Bu suv turi so'nggi bir necha yil ichida iblislar ancha rivojlanibdi. Bu otanda juda zaif jismoniy texnikalardan tashqari hech qanday mahoratlardan foydalana olmayman. Agar bu davom etsa, qo'rqamanki Bu ketishda aniq o'ladi. Ikkalamiz ham o'lamiz. Bu ahmoq nega bu yerga keldi? U bir qanotliga hatto raqib ham emas. Qo'lim bog'liq o'tira olmayman. bu imkoniyat. Sen g'orda bir qanotlini o'ldirding. Bunchalik zaif bo'lmasliging kerak. Sen buni soxtalashtiryapsanmi? Men nima deyotganingni tushuna olmayapman. Bir qanotlini o'ldirdim. Nima deyapsan? Ay, mutlaqo yomon. Seni jazolashim kerak. Sender. Sen to'g'ri javob bermading. Shunday ekan o'lishing kerak. Ayt siringni. Sening siringni. O'rayapti. Bu zarba mening organlarimni zarraladimi? Shoshilishim kerak. Tezroq.
Sen buni tana olmaysan. Shunday ekan men seni o'ldiraman va seni yeb qo'yaman. O'ylaymanki sen meni evolyutsiya qilishimga yordam bera olasan. Men seni olib ketaman. Meni qo'l ostimdagilarga tegishga jur'at qilma. Sen ozod bo'lding. Buni kutgan edim. Liu. Uni bog'lab qo'ygan narsadan xalos bo'la oldimi? Qanday shafqatsiz odam. Agar sen mening bo'linma a'zolarimdan birini o'ldirmoqchi bo'lsang, avval kapitanni, ya'ni meni o'ldirishingga to'g'ri keladi. Albatta. Unday bo'lsa, bulardan qochma. Liu, qoch ular. Agar men qochsam, senchi meni chalg'itma. La'nati, bular juda ko'p. Pastga qara. Kela qol. Jang qilib bo'lishni xohlaysanmi? Men seni o'ldiraman. Azoblarsiz. Yo'q. Sen tez orada og'riqdan baqirasan. Liu, uni qo'yib yubor. Qanchalik achinarli bo'lib reinkarnatsiya bo'ldim. Jamoadoshlarimning o'limini ko'z oldimda ko'rish uchun hech narsa o'zgarmagan. Eng kuchli jangchimishmi? Men hatto bir yosh qizga suyanishimga to'g'ri keldi. Men hatto o'zimni ham himoya qila olmayman. Boshqalar aytmasa ham bo'ladi. Hech bo'lmasa yana bir jamoadoshimni ko'z oldida o'lishiga yo'l qo'ya olmayman. Men hech nima qila olmayman. U menga hujum qildimi? Yoki bu shunchaki shamol bosimimidi? Sen rahbar sifatida birinchi marta ajoyib ish qilding, Liu. Sen angmisan? Qolganni menga qoldir. Sen bizniga o'xshagan juda kuchli hid chiqaryapsan. Kutilgandek senda bir sir bor. Hid? Nima bo'lganini men ham bilmayman. Kuch ko'kragimdan to'lib chiqayotgani tuyulyapti. Xuddi hozir otilib chiqadiganday. Bu hamma joyni teshib o'tayotgandek tuyuladi. Bu yadro qanotli qurolning yadrosi. Ang, Lekin men bilaman, sen o'lishingni ang bir qanotli shaklini uyg'otdi. Boshim aylanyapti. Qanday kuchli aura. Mening turdoshim. Diqqatingni yo'qotma. Verman. Juda kuchli. Men ushlab tura olmayman. Qanday haddingiz sig'di? Tanamda teshik ochishga. Unday bo'lsa, Tang, ehtiyot bo'l. U o'z tanasini yo'q qilishga harakat qilyapti. Jel, nima qilyapsan? Bizlarni himoya qil. insonlar birga o'lamiz. La'nati insonlar. Bu himoya artilleriyasi. Ular juda ko'p. Hammasini o'ldirishning iloji yo'q. Shaharga qaytang. Iblislar to'lqin yaqinlashmoqda. Tang, Jel. Tang, ortga qaytamiz. Shahar fuqarolariga yordam berishimiz kerak. La'nati bu ketishda ang valyu. Tang, men ham sendek yomon ahvoldaman. Lekin biz faqat bo'linma rahbarlari emasmiz, balki jangchilarimiz. Ketdik. Birinchi o'rinda shaharga yordam beramiz. Sen inson. Nima uchun bir xilsan? Inson. Sen iblis. Bir qanotli. Bu noto'g'ri. Sen kuchli emassan-ku. Nega odamdan qanot chiqdi? Bu bo'lishi mumkin emas. Nega? Ehtimol bu mening qayta tug'ilishimning sababi. Menga iblis kuchi berilgan. Hamma narsani o'zgartirish uchundir.
Commas have a certain smell. Davolash, sen yog'och turidanmisan? Men nima bo'lgani haqida xotiralarim chalkash. Ehtimol o'sha paytda yog'och turidagi bir qanotlini o'ldirganim uchundir. Seni o'ldirsam ehtimol sovuq kuchini qo'lga kiritarman. Nima? Bu qanday kuch? Men buni hech qachon ko'rmaganman. Hech qachon ko'rmaganman. Ko'rishdan xursand bo'l. Iblislar kuchining darajasini